onlayn enerji tripizda qatnashganman. Sizni endi ilk bor taniyotganda. O'sha paytda perexod davri edi. Qanchalik bo'ldi, qanchalik bo'lmadi. Men qanchalik ishlay oldim, o'sha karmический bog'liqliklarim, karma dasturlarim bilan qanchalik ishlay oldim degan savollarim ko'payib ketgan. Tripdan keyin va channeling olganimda 41 yillik tajribalar, anaqa o'tilishi kerak bo'lgan, hayotdan yashab o'tilishi kerak bo'lgan vaziyatlardan shunaqa karmический to'planib borgan vaziyatdan o'tib ketdi ruh deyilganda. Endi buni tasavvur qilyapman. Shu tripda jonli trip, siz bilan yuzma-yuz bo'lganda ishlanadi. Karmический transformatsiyalar qay darajada bo'ladi bu enerji tripda? Asosan olganda, то есть karma, DNKdan keladi. DNK programmalar. То есть biz воплощениemiz bilan bog'liq bo'lgan programmalar. Biz DNK bilan to'g'ridan-to'g'ri ishlaymiz. Понимаете? Напрямую DNK bilan ishlaymiz. Hamma narsa karmический, deyarli hayot bu karma. То есть karma oldilari karma desa hamma qo'rqardi. Hozirgi yangi prostransiyada karma hamma narsa bu yomon emas. Karma bu благое состояние ham. Karmический yangi karma degan hozir element kelyapti, so'z kelyapti programma yaqinda biz ham ishladik bu bilan новая karma. То есть karma oldingidek bo'lmaydi, уже yangi karma. То есть siz berishda sevgi ila berishni xohlaysiz. Siz olishda sevgi ila olishni xohlaysizda. Biz bu boshqa jarayonlar umuman bo'lib hisoblanadi. Поэтому xudiki bir munosabatlar karmический bo'lishi mumkin. То есть oldingi karma jarayonlarida siz emotsional, destruktiv holatda bo'lishingiz mumkin. Yangi karmada siz sevgi ila o'sha inson bilan munosabatni davom ettirishingiz mumkin. Это новая karma. Biz mana shu tripda har xil holatlarni o'tamiz. Ham yangi karma yaratamiz. Kashf qilamiz. Albatta. Yangi karmadan oldin nima qilamiz? Eski karmani transformatsiya qilib berishadi deb aytibman, потому что ko'p jarayonlarni biz hattoki o'zimiz anglay olmaymiz ham. Hattoki mana shu joy bizlarga mana shu jarayonlarimizni faollashtirib berish imkoniyatiga ega ekanligini hattoki bilmaymiz ham. То есть tugatilinishi kerak bo'lgan vaziyatlar tugatilmay yurgan bo'lsa, osilinib qolingan bo'lsa, nimanidir anglay olmayotgan bo'lasiz mana shu paytda. Ko'rmayotgan bo'lasiz, tana olmayotgan bo'lasiz. Mana shu paytda tana olasiz, yoppasiga ko'zingiz moshday ochiladi, bo'ldi, karmingiz yechiladi degan. Все, kelmaydi sizga bu vaziyat. Ba'zi bir paytlarda shunaqa hal qilinadi. Ba'zi bir paytlarda energetik qaysidir skopleniyingiz bo'ladi sizda, ishlanib bo'lingan, bu energiya sizga ta'sir qiladi. Bu energiyani kuratorlar olishadi, o'sha joyni energiyalar bilan bog'lab, sizni monadistskiy programmangiz bilan bog'laniladi va periindeksatsiya qilib berishadi. Periindeksatsiya o'zgartirib berishadi degan. Понимаете?